Bismillahirrohmanirrohim. Mavlud va unga doir masalalar. Rabiul avval oyi kirib kelishi bilan barcha ummati Muhammadiyaning ko'nglida yoqimli his paydo bo'ladi. Shunday bo'lishi ham tabiiy. Chunki bu muborak oyda payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topganlar. Har yili Rabiul avval oyi qaytib kelganidek, Allohning rahmati o'laroq yuborilgan zot ham ummatning hayotiga qaytib, unga mazmun baxsh etib keladilar. Biz bu narsani Rabiul avval oyi kirib kelishi bilan butun dunyo musulmonlari bu muborak oyga bag'ishlab turli xayrli tadbirlar tashkil etish taraddudiga tushishlarida mushohada qilamiz. Kimlardir xonadonlarida ziyofat dasturxoni yozib, yig'ilganlar ma'naviy ozuqa olib ketishlari uchun Mavlid sharifdan o'qishni tashkil etsa, yana kimlardir bu oyda odatdagidan ko'ra ko'proq salovat aytishga o'tadi. Ilm dargohlarida payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlariga bag'ishlangan kechalar, Qur'oni Karim musobaqalari tashkil etilsa, xalqaro miqyosdagi ilmiy hay'atlar, ulamolar kengashlari yirik anjumanlar uyushtiradilar. Bularning barchasi Rasululloh alayhissalomga bo'lgan hurmat va muhabbat o'laroq u zotning siyratlari va sunnatlarini yana bir karra hayotga qaytarish maqsadida amalga oshiriladi. Mana shularga umumiy ma'noda Mavlid-i Nabaviyni nishonlash deb qaraydigan bo'lsak, buni shariatimizga hech qanday zid tomoni yo'q. Afsuski, ba'zi bir mutaassib kimsalar Mavlid-i Nabaviyni nishonlash Rasululloh alayhissalomning davrlarida bo'lmagan bid'at, ya'ni harom ish, uni qilgan kishi bid'atchi va gunohkor bo'ladi deb da'vo qiladilar. Biz aytamizki, to'g'ri, Mavlid-i Nabaviyni nishonlash bid'at, lekin yaxshi bid'at. Zero biz Rasululloh alayhissalomga muhabbatli bo'lishga, u zotning yo'llariga ergashishga, doimo u zotga salovat va salomlar yo'llashga buyurilganmiz. Garchi bu amallarga muntazam, har doim amal qilib kelgan taqdirimizda ham Mavlid oyi kirishi bizlarni ushbu amallarni yanada ko'paytirishimizga va ularga ahamiyatliroq bo'lishimizga sabab bo'ladi xolos. Payg'ambar alayhissalom doimo nafl ro'za tutishga odatlangan bo'lsalar-da, dushanba kunida ro'za tutishga alohida e'tibor berar edilar. Buning sababi so'ralganda, dushanba kuni tavallud topganliklari va shu kuni payg'ambar bo'lganliklarini aytar edilar. Shundan dushanba kuni nafl ro'za tutish sunnat bo'lib qoldi. Shunday ekan, nima uchun Rasululloh alayhissalom tavallud topgan oylarida u zotni ko'proq eslash, tarjimai hollari bo'lmish mavlidlarini o'qish, ko'proq salovat aytish mumkin bo'lmasin? Quyida Mavlid sharifni nishonlash joiz ekaniga doir ayrim dalillarga to'xtalib o'tamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan faxrlanish Qur'oni Karimning talabi va amridir. Alloh taolo Yunus surasida shunday marhamat qilgan. Ayting, Allohning fazli va rahmati bilan. Bas, albatta, shular sababli mu'minlar shodlansinlar. U to'plagan narsa boyliklaridan yaxshiroqdir. Yunus surasi 58-oyat. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mazkur oyatdagi fazl so'zini ilm va rahmat so'zini Muhammad alayhissalom deb tafsir qilganlar. Alloh taolo o'zining rahmati bilan xursand bo'lishimizni buyuryapti. Payg'ambar alayhissalom esa eng ulug' rahmatdirlar. Ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz. Anbiyo surasi 107-oyat. Demak, payg'ambarimiz alayhissalom bilan har doim, har vaqt masrur, xursand bo'lishimiz lozim. Ammo har dushanba, har yil Rabiul avval oyida yanada ixlos va muhabbatimiz, farahimiz ortishi lozim. Chunki mazkur vaqtlar shunday bo'lishimiz uchun yanada munosibdir. Munosib vaqtni anglamaslik bu qalbi so'ngan kishilarning ishidir. Aslida payg'ambar alayhissalomning mavlidlarini birinchi bo'lib nishonlagan zot bu Rasululloh alayhissalomning o'zlari bo'ladilar. Imom Muslim Abu Qatoda radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda aytadilar. Payg'ambar alayhissalom dushanba kuni ro'za tutish haqida so'raldilar. Shunda u zot, o'sha kunda men tug'ilganman va shu kunda menga vahiy payg'ambarlik nozil bo'lgan dedilar. Ushbu hadis payg'ambar alayhissalom dushanba kuni tug'ilganliklari va shu kunda payg'ambarlik ato qilingani munosabati bilan ro'za tutganlariga dalolat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning bu amallari esa o'z navbatida shunday kunlarga alohida e'tibor qilib, ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish lozimligini ko'rsatadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.